Yigitlar, hozir siz bilan biz hayotimizning gul davridamiz. Qo'limizdan har qanday ish keladi. Mana shunday kuch-quvvatga to'lgan paytda, qo'limizda dunyo bor paytida, bilagimiz quvvatda turgan paytda, gunoh maqsiyatdan ehtiyot bo'lib, sinov imtihondan o'tsak, albatta Parvardigorning didoriga yetishamiz. Va mana shu yo'lda yurmasdan zalolatni tanlaganlar ham ular ham o'ladi. Zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Yigitlar, hozir siz bilan biz hayotimizning gul davridamiz. Qo'limizdan har qanday ish keladi. Mana shunday kuch-quvvatga to'lgan paytda, qo'limizda dunyo bor paytida, bilagimiz quvvatda turgan paytda, gunoh maqsiyatdan ehtiyot bo'lib, sinov imtihondan o'tsak, albatta Parvardigorning didoriga yetishamiz. Va mana shu yo'lda yurmasdan zalolatni tanlaganlar ham ular ham o'ladi. Zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Yigitlar, hozir siz bilan biz hayotimizning gul davridamiz. Qo'limizdan har qanday ish keladi. Mana shunday kuch-quvvatga to'lgan paytda, qo'limizda dunyo bor paytida, bilagimiz quvvatda turgan paytda, gunoh maqsiyatdan ehtiyot bo'lib, sinov imtihondan o'tsak, albatta Parvardigorning didoriga yetishamiz. Va mana shu yo'lda yurmasdan zalolatni tanlaganlar ham ular ham o'ladi. Zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Yigitlar, hozir siz bilan biz hayotimizning gul davridamiz. Qo'limizdan har qanday ish keladi. Mana shunday kuch-quvvatga to'lgan paytda, qo'limizda dunyo bor paytida, bilagimiz quvvatda turgan paytda, gunoh maqsiyatdan ehtiyot bo'lib, sinov imtihondan o'tsak, albatta Parvardigorning didoriga yetishamiz. Va mana shu yo'lda yurmasdan zalolatni tanlaganlar ham ular ham o'ladi. Zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Yigitlar, hozir siz bilan biz hayotimizning gul davridamiz.